Hammasi odatdagidek. Rustam ishdan qaytgan edi, televizor qarshisida yangiliklar ko'rayotgandi. Uning yonida Jasur ham bor edi. Ha, o'sha Jasur. Erimning eng yaqin do'sti, bolalikdagi ohaynisi va mening hayotimni ostin-ustun qilib yuborgan inson. Men gaz plitasi yonida turgandim. Choy damlayotgandim. Ular zalda kulishayotgandi. Rustamning bamayli xotir, ishonchga to'la kulgisi va Jasurning o'tkir, biroz istehzoli, lekin yuragimni teshib o'tadigan ovozi. Bu ovoz bir vaqtlar quloqimga shivirlab, meni aql-hushimdan ayirgan edi. Hozir esa xuddi hech narsa bo'lmagandek. Xuddi ortamizda yonib kul bo'lgan o'sha olov hech qachon mavjud bo'lmagandek. Erim bilan futbol muhokama qilayotgandi. Biz yashayotgan hovli tinch. Faqat devor soatining tovushi asabimga tegib, vaqt o'tayotganini eslatib turardi. Men o'zimni qo'lga olib, ular o'tirgan xonaga kirdim. "Kelin, choy damladingizmi?" so'radi Jasur. U menga qaramadi. Uning nigohi televizorda edi. Lekin men bilaman, u mening qadam tovushimdan qayerda turganimni sezib turardi. "Ha, hozir", dedim ovozimdagi qaltiroqni yashirishga uringancha. Rustam menga bir qarab qo'ydi. U hech narsani bilmasdi. Uning ko'zlarida faqat muhabbat va ishonch bor edi. Bu ishonch meni har kuni, har soniyada ich-ichimdan kemiradi. Agar u bilsa, agar u Jasur bilan o'rtamizda bo'lib o'tgan o'sha jinnilik haqida bilsa, bu dunyo ostin-ustun bo'lib ketardi. Lekin u bilmasdi. Men va Jasur bu sirni qabrga olib ketishga kelishganmiz. Hammasi erim Rustam xizmat safariga ketgan kuni boshlandi. Men uyda yolg'iz edim. Eshik qo'ng'irog'i chalindi. Bu Jasur edi. U erim Rustamga kerakli bo'lgan qandaydir hujjatlarni tashlab ketishga kelgan ekan. Men unga sovuq choy uzatdim. Biz shunchaki gaplashib o'tirdik. Avvaliga oddiy suhbat edi. Jasur menga boshqacha qaray boshladi. Uning nigohlarida ochlik bor edi. Tan olishim kerak, bu ochlik mening ham ichimda uxlab yotgan hislarni uyg'otib yubordi. O'sha kuni chegaralar buzildi. Bu shunchaki jismoniy yaqinlik emas edi. Bu yillar davomida yig'ilib qolgan ehtirosning portlashi edi. Men o'zimni yo'qotib qo'ydim. Erim Rustamning sadoqati, jamiyat qoidalari hammasi o'sha lahzada ahamiyatsiz bo'lib qoldi. Faqat Jasur va men bor edim. Uning nafasi, uning qo'llari, uning shivirlashi. Bizning bu yashirin munosabatimiz bir necha oy davom etdi. Bu oylar mening hayotimdagi eng qo'rqinchli va eng baxtli davr edi. Men ikki xil hayotda yashay boshladim. Kunduzi uy bekasi, Rustamning suyukli yori. Rustam yo'qligida esa hislarga berilgan, o'zini olovga otgan ayol. Biz juda ehtiyotkor edik. Telefonlarda xabar qoldirmasdik. Uchrashuvlarimiz qisqa va xavfli bo'lardi. Har safar eshik taqillaganda yoki telefon jiringlaganda yuragim qinidan chiqib ketayozardi. Fosh bo'ldikmi degan savol har doim miyamda aylanardi. Lekin bu qo'rquv holati bir tarzda ehtirosimizni yanada kuchaytirardi. Taqiqlangan narsa har doim shirin bo'ladi deyshadi, bu haqiqat ekan. Jasur Rustamga o'xshamaydi. U butunlay boshqacha. Rustam oxir bosiq, har bir qadamini oylab bosadigan, rejalarga bo'ysunadigan odam. U bilan hayotim tinch oqadigan daryoga o'xshaydi. Xavfsiz, lekin ba'zan zerikarli. Jasur esa shamolga o'xshaydi. U hissiyotga beriluvchan, tavakkalchi. U bilan o'tgan har bir daqiqa xuddi pichoq tixida yurgandek edi. U menga Rustam bera olmagan narsani, o'zimni tirik his qilish tuyg'usini berdi. U bilan men shunchaki uy bekasi emas, balki orzu qilingan, sevib ardoqlangan go'zal ayol ekanligimni his qilardim. Lekin har bir bayramning oxiri bor. Bizning ham bayramimiz tugadi. Bu qandaydir voqea sababli emas, balki ichki charchoq tufayli sodir bo'ldi. Yolg'on gapirishdan, doimiy qo'rquvda yashashdan, erim Rustamning ko'ziga tik qarashdan charchadim. Vijdon azobi meni ich-ichimdan yeb bitirardi.
Rustam menga gullar olib kelganda, meni erkalaganda o'zimni eng pastkash insondek his qilardim. Uning mehri menga tarsakdek tegardi. Oxirgi uchrashuvimizda Jasurga hammasini tugatishimiz kerakligini aytdim. U indamadi. Uzoq vaqt menga tikilib turdi, keyin chuqur xo'rsindi. Men seni tushunaman, dedi u. Rustam bunga loyiq emas. U mening eng yaqin do'stim. Biz unga xiyonat qilyapmiz. O'sha kuni biz xayrlashdik. Jismonan. Lekin xayolan men haligacha u bilanman. Mana oradan 6 oy o'tdi. Biz do'stona munosabatga qaytdik. U biznikiga tez-tez kelib turadi, xuddi oldingidek. Lekin endi oramizda ko'rinmas devor bor. Dasturxonni tuzatib bo'lgach, men ham ularni yoniga, divanni chetiga o'tiraman. Rustam menga qarab jilmaydi. Choying juda mazali bo'libdi azizam, deydi u. Jasur piyolani olib sekin hoplaydi. Ha, kelinning qoli gul, deydi u. Bu gapida kinoya bormi yoki samimiyat, ajratib olish qiyin. Uning ovozi bosiq, lekin men uning nigohida o'sha eski uchqunni ko'rgandek bo'laman. Yo'q, balki bu shunchaki mening tasavvurimdir. Men ularga qarayman. 2 erkak. Biri erim, ikkinchisi esa mening qorong'u o'tmishim. Ular qanday qilib yonma-yon o'tira olishadi? Qanday qilib Rustam hech narsani sezmaydi? Yoki sezadimi? Ba'zan o'ylab qolaman, balki Rustam hammasini bilar, lekin oilamizni saqlab qolish uchun o'zini bilmaganga olayotgandir. Bu fikr meni dahshatga soladi. Uning sukuti, uning mehri balki jazodir. Yo'q. Rustam unday odam emas. U to'g'ri so'z, agar bilsa yashirib o'tirmasdi. Demak, u bilmaydi. Va bu sir men bilan qoladi. Men uni umrimning oxirigacha ko'tarib yurishim kerak. Men choynakni olib, ularning piyolasiga yana choy quydim. Jasur birdan menga qaradi. Uning ko'zlarida bir soniyaga o'sha tanish ifoda paydo bo'ldi, so'xinch, afsus va balki ozgina g'azab. Biz bir-birimizga termulib qolamiz. Bizning nigohlarimiz to'qnashgan o'sha lahza asrdek tuyuladi. Men uning ko'zlarida o'zimning aksimni ko'raman. Gunohkor, lekin baribir sevishni va sevilishni istaydigan ayol aksini. Keyin u kozini olib qochadi va piyolasiga qaradi. Men o'rnimdan turib, bo'shagan idishlarni yig'ishtirish bahonasida stol tomon yurdim. Ichimda bo'ron turgan bo'lsa-da, yuzimda xotirjam niqob bor. Bu niqob endi mening haqiqiy yuzimga aylanib qolgan. Ba'zan o'zimdan so'rayman. Agar vaqtni orqaga qaytarishning iloji bo'lganda, men o'sha xatoni yana takrorlarmidim? Aql bilan o'ylasam, yo'q deyman. Bu juda katta tavakkal, juda katta og'riq. Lekin yuragimning tub-tubida boshqa javob yashiringan. O'sha tuyg'ular, o'sha junbush, o'sha tiriklik hissi. Ular shunday kuchliki, balki men baribir o'sha olovga o'zimni otgan bo'larmidim. Lekin hozir buning ahamiyati yo'q. Hozir men bu yerdaman. Rustamning yonida. Jasur esa mehmon. U ketadi. Biz eshikni yopamiz. Men erimning ko'ylaklarini dazmollayman, ertalabki nonushtani tayyorlayman va sadoqatli rafiqa rolini o'ynashda davom etaman. Lekin tunda hamma uyquga ketganda, shipga tikilib yotganimda xotiralar yana bostirib keladi. Uning qo'llarining issiqligi, oxirincha aytilgan so'zlar, yashirin bo'salar. Bularning barchasi endi faqat mening xotiramda yashaydi. Hech kim bilmaydigan, hech kimga aytib bo'lmaydigan. Yurakni tilka pora qiladigan shirin va achchiq xotiralar. Hayot davom etadi. Ertaga yana yangi kun. Rustam ishga ketadi. Men uy ishlariga shonxiyman. Balki vaqt o'tishi bilan hammasi unutilar. Balki yillar o'tib Jasurning yuzi xotiramda xiralashar. Umid qilaman. Faqat shu umid menga kuch beradi. Hozircha esa men shunchaki tabassum qilaman va erimning yoniga borib o'tiraman. Hammasi joyida. Hech narsa bo'lgani yo'q. Agar dunyoda sirlarni o'lchaydigan tarozi bo'lganda edi, mening yuragim eng oxir toshni bosgan bo'lardi. Lekin bu toshni ko'tarishga majburman.
Chunki men ayolman, men rafiqaman va men bir vaqtlar sevgan va sevilgan, xatoga yo'l qo'ygan oddiy insonman. Derazadan ko'chaga qarayman. Jasurning mashinasi allaqachon ketib bo'lgan. U o'z hayotiga, o'z yolg'izligiga qaytdi. Men esa o'z qafasimda qoldim. Qizig'i shundaki, ba'zan bu qafas menga dunyodagi eng xavfsiz joy bo'lib tuyuladi, ba'zan esa eng dahshatli zindon. Mayli, bu haqda o'ylashni bas qilishim kerak. Bugungi kun tugadi. Ertaga nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Hozircha esa sukunatni buzmaslik kerak. Bu sukunat bizning oilamizning poydevori, garchi u yolg'on ustiga qurilgan bo'lsa ham. Men bu poydevorni buzishga haqqim yo'q. Shunday qilib, men o'z rolimni o'ynashda davom etaman. Pardalar yopilgan, chiroqlar o'chirilgan. O'yin tugamadi, u shunchaki yangi bosqichga o'tdi. Va men bu o'yinda yutqazganimni ham, yutganimni ham bilmayman. Faqat yashayapman. Shunchaki yashayapman.